Avstraliya strategik siyosat instituti bir qancha kun ilgari eng yangi tadqiqot dokladini e'lon qilgan bo'lib, Xitoy hukumatining o'tgan yil dekabr oyida Sharq Turkistondagi barliq tarbiyalash markaziga, ya'ni lagerlar usulangan tarbiyalanuvchilarning darslarini tamomlaganlik to'g'risidagi so'ziga qattiq raddiya bergan. Hamda Xitoy Kommunist hokimiyatining Sharq Turkistonda yangidan 380 dan ortiq jazo lager qurganligi, 16 mingdan ortiq masjidni chiqib buzg'unchilik qilganligini oshkorlagan. Tadqiqot doklatiga qaraganda Sharq Turkistonda Xitoy hukumatining siyosatiga asosan taxminan 16 mingdan ortiq masjid ichida 8500 masjid butunlay chiqib tashlangan. Qolganlarini o'xshamagan darajada buzib o'zgartgan. Bu son sun'iy meros suratlarini analiz qilish va yuzlagan diniy muqaddas o'rinlarning statistikalik modellariga asosan mo'ljallangan. Xitoy xalqaro va sayohatchilarning ko'zlarini bo'yash uchun Urumchi va Qashqar shahar markazidagi bir qancha masjidlarni saqlab qolgan. Mazkur doklad yana Sharq Turkistonda qolib qolgan masjidlarning sonining 15 mingga yetmaydiganligi, 1960-yillardagi madaniyat inqilobidan buyongi eng tuvanchaga tushib qolganligi, nurg'un masjidlarning qubba va munorlarining ep tashlanganligi, mozor, qabristonlik, tavofgohlarni o'z ichiga olgan muqaddas joylarning 3dan birining tuzilib etilganligini bildirgan. Buningga selishtirganda tadqiqot o'rin tarafidan tekshirilgan Sharq Turkistondagi xristian cherkovlari va buddist butxonalarining hech qaysisi chiqib etilmagan yoki buzilmagan. Xanan o'lkasidagi mingdan ortiq masjidmi Xitoy hukumatining buyrug'i bilan majburiy tuzitilib, Xitoy alohidaligiga ega uslubga o'zgartirilgan. Yerlik imomning aytishicha, Xitoy hukumat amaldorlari musulmonlarni davlat siyosatiga norozilik bildirsa yoki qarshilik qilsa, shu an qo'lga oladiganligi to'g'risida tahdid solganligini bildirgan. 2019 yili Angliya muhofizachilar gazetida e'lon qilgan tekshirish sonliq ma'lumotlarda Xitoy Kompartiyasi yaqinqi 3 yilda 10 mingdan 16 minggacha masjidni vayron qilgan bo'lib, Sharq Turkistondagi masjid umum sonining 70% ni egallaydiganligini oshkorlagan. Xitoy hukumati Sharq Turkistonda musulmonlarni aroq ichishga majburlash uchun atalmish aroq ichish tarbiyalash bazasi qurgan. Sharq Turkistonning Korli shahridagi bir restoranda Uyg'urlar uchun aroq ichish tarbiyalash bazasi qurgan. Mazkur aroq ichish tarbiyalash bazasiga aloqador rasm chet el ijtimoiy taratqularida keng tarqalib qo'lg'ul qo'zg'agan. Bunda qilish orqali Xitoy hukumati Uyg'urlarning ona tili, madaniyati, kulturi, urf-odat va diniy e'tiqodini cheklab, ularni diniy e'tiqodi, urf-odati va madaniyatiga xilof ishlarni qilishga majburlash bo'lib, ularga qarta irqiy qirg'inchilik qilib berish bilan ayblanayotgan mazgilda o'tirg'i chiqishi alohida diqqat qo'zg'ab, ijtimoiy taratqularda bu Xitoyning madaniyat qirg'inchiligining bir qismi deb ayblangan. Erkin Osiyo radiosi Xitoy bilimining xabar qilishicha, Teng familiyalik bir Xitoy fuqarosi aroq ichish islom dinida cheklansimi, lekin Sharq Turkistonda aroq ichmaslik oshqo'llikning ifodasi deb qaralganligi. Shunga aroq ichmaydiganlarning aroq ichish odatini yetildirib, ularning urf-odatini o'zgartirish uchun Korli shahrida maxsus bu bazaning qurilganligini, maqsadining Uyg'urlarning e'tiqodi, urf-odatlarini o'zgartirish ekanligini, Uyg'ur cho'ng kichik ayollarni aroq ichishga tarbiyalash uchun tarmoqlarning maxsus kurs qurganligini so'zlagan. O'tgan yil fevral oyida Xitoy hukumati Sharq Turkistonda atalmish namratlarga yordam berish nomida Uyg'ur, qozoq va boshqa musulmonlarga cho'shq go'sht tarqatib berganligi va ulardan aroq ichish, xan usuli o'ynashni talab qilganligi xabar qilingan. Xitoy musulmonlarga Xitoylarning an'anasi bo'yicha bahor bayramini tabriklashni rad qilsa, qayta tarbiyalash lagerlariga avatish bilan tahdid solgan. Ramazon oylarida ro'za tutgan, o'zlarining urf-odatlari bilan yashagan va kiyinganlarni jazolagan. Xitoy Kommunist partiyasining Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa musulmonlarni rahimsizlarcha bostirish qilmishi xalqaro jamiyatning javobgarlik mas'uliyatini surishtirish qiziq nuqtasiga aylanib, atalmish Xinjiang sekretari Chinchuango qatorliq jallod amaldorlar Amerika tarafidan jazolangan edi. Bir necha kun ilgari Xi Jinping atalmish Xinjiang boshqarish yig'inida 8 ching turishni qayta tilga olib, qattiq siyosatning o'zgarmaydiganligini ko'rsatdi. Shuning bilan bir vaqtda Xitoy Kompartiyasi doimiy komitetining 7 a'zosining birli vaqtda yig'inga qatnashishi atalmish kollektiv mas'uliyatni ustiga olish ma'nosini bildirmoqda. 25-sentabrdan 26-sentabrgacha Xitoy Kompartiyasining yuqori darajali rahbarlari 3-qatim Xinjiang xizmat yig'ini o'tkazib, 7 doimiy komitet a'zolarining hammasi to'liq qatnashgan. Hukumat taratqullarining xabariga qaraganda Xi Jinping so'zida oldi bilan atalmish Xinjiangning misli ko'rilmagan muvaffaqiyatlarning qo'lga keltirilganligini jakarlab, partiyaning Xinjiangni boshqarish strategiyasining butunlay to'g'ri ekanligini, uzun muddat chang turish kerakligini talab qilgan. Xi Jinping yana atalmish islom dinini xitoychalashtirishni ta'kidlab, atalmish Xinjiang strategiyasining 8 chang turishni o'tirib qo'yib, atalmish Xitoy milliy jamiyatining bir tutash engini turg'izishni, har darajalik amaldorlarning markaziy hukumat bilan bir safda turishini, shundaqla sodiq oz-sonliq amaldorlarni tarbiyalashni talab qildi. Xitoy Kompartiyasining markaziy televiziya stansiyasi tarqatgan 18 minutlik sinalg'ida asosan Xi Jinping so'z qilgan. Boshqalar bo'lsa anglab xatir qoldirgan.
Xitoy Kompartiyasining tunji Şinjan xizmat munbiri yig'ini 2010-yili Xo'jintau hokimiyat yurgizganda o'tkazilgan. 2014-yili Shi Jinping ikkinchi qatimliq yig'inni o'tkazgan. Xitoy Kompartiyasi doimiy komitetining barliq a'zolari oldingi ikki qatimliq suhbat yig'iniga to'liq qatnashgan. Xitoy virus tarqalgandan buyon Xitoy partiya taratqullarining xabarlarida Xitoy Kompartiyasi doimiy komitetining 7 a'zosining hammasining qatnashishi ko'rinarli azaygan. Ammo atalmish Şinjanni boshqarish yig'iniga 7 a'zosining to'liq qatnashishi bu yig'inning muhimligini ko'rsatgan. Növbətdə Xitayning Şərqi Türkistandakı kişilik hüquqi ziyankeşlik qilishi xalqaraning diqqat markaziga aylanib, Amerika Şərqi Türkistandakı Xitoy amaldorlar, hökumət organlari va korxonalarga arqa-arqadan yurgizilgan jazodan keyin Yevropa birlashmasi va Fransiya ham Şərqi Türkistandakı kişilik hüquqi ziyankeşlik qilgan jinoyatlarni tekshirishni oshkor talab qilishga boshlagan. sentabr Amerika xabar torining xabar qilishicha, Nyu-York shahridagi bir Tibet soqchi Xitoy hukumatining jasusi deb gumonlanib qo'lga olingan. 23-sentabr Amerika Tashqi ishlar ministri Pompeo Nyu-York pochtasi gezitining ziyoratini qabul qilganda Xitoyning Nyu-Yorkdagi konsulxonasining asosliq bir jasus o'zi ekanligini, Nyu-York soqchi idorasining Xitoy uchun jasuslik qilib qo'lga olingan Tibet soqchisidan keyin texmi ko'p jasuslarni qo'lga oladiganligini bildirib, Xitoy diplomatlarining harakati normal diplomatiya chegarasidan olqib, jasuslik harakatlariga o'xshab qolganligini, Xitoyning Nyu-Yorkdagi jasuslik faoliyatining Birlashgan Davlatlar Tashkilotining Manhattandagi bosh organiga singib kirishi mumkinligini, Xitoy Amerikada xizmat qilayotgan diplomatlarning soniga yaqindan diqqat qilayotganligini ta'kidlagan. Ma'lum bo'lishicha, Amerikadan siyosiy panoh tilab Amerika fuqaroligiga o'tgan Baymadoji Angwang 2018-yildan beri Xitoyning Nyu-York konsulxonasidagi noma'lum shaxslarga ishlab, ularni Amerikadagi Tibet mustaqilligini qo'llovchilarning uchuri bilan ta'minlab kelgan. Mike Pompeo Nyu-York pochtasi gazetiga bu delo bilan cheklanib qolmaydiganligini, bundan keyin bundaq delolar texmi ko'p ko'rildi deb qaraydiganligini bildirgan. Ermeniya kuchlarining Ozarbayjonning fuqaroviy o'ltiraq rayonlariga hujum qilishidan keyin Ozarbayjon armiyasi qaytarma hujumga o'tgan. Ozarbayjon davlat mudofaa ministrligining bildirishicha, Ermeniya armiyasi 28-sentabr soat 6 atrofida chegara liniyasini bo'ylab keng ko'lamli parakandichilik qilib, Ozarbayjon armiyasi nuqtalari va fuqaroviy o'ltiraq rayonlarini to'pga tutgan. Ermeniya armiyasining Tartarning Gaballi va O'tirgarvan, Fuzulining Alhalli va Shukurbeyli, Jibrailning Marjonli yezilarini bombardimon qilishi natijasida fuqarolar hayotidan ayrilgan va yaralangan. Bu rayonlarning ul asliha qurilishlari og'ir ziyon uchirgan. Ministerlik tarafidan e'lon qilingan yana bir bayonotda Ozarbayjon armiyasi qo'mondonlik shtabining xalqning omonligini qo'g'dash uchun butkul chegara liniyalarini bo'ylab qaytarma hujumga o'tishni qarorlashtirganligi ta'kidlanib, qo'riqliq armiya qismlari, Bironovik otryadlari, boshqarilgan bomba va to'pchi qismlari, ushqusiz havo apparatlarining yordami ostida oldingi saf liniyasida va qo'g'dashga tegishli muhim nuqtalarda ko'p sondagi Armeniya askarlari, muassasalari va harbiy asarlarni aniqlab chiqib yo'qotganligini, oldingi saf liniyasining o'xshamagan joylarda Armeniyaga oid 12 dona USA tipliq zenit to'p boshqarilgan bomba sistemasini parchaqlab tashlaganligini, Ozarbayjon havo armiyasiga oid bir tikuchar urush aeroplani Armeniya armiyasi tomonidan Tartar atrofida etib tushirilganligini, ushquchining omon qolganligini bildirdi. Ozarbayjon prezidenti İlham Aliyev Armeniyaning fuqarolarni nishon qilgan hujumlar haqida e'lon qilgan bayonotida Armeniya boshlatgan hujumlar natijasida shahid va yaralanganlarimiz bor. Shahidlarimizdan qiyni hargizmi yerda qolmaydi. Armeniya armiyasiga oid harbiy vositalarni parchaqlab tashladi. Armeniya ishg'ol qilib olgan ziminlarimizga qonunsiz yerlashga urinmoqda. Biz bo'lsak o'z ziminlarimizni qo'g'dayotimiz. Jumladan Qorabog' bizning ziminimizdir. Qorabog' Ozarbayjonning ziminidir dedi. Nakar rayonida asosliq armanlar yashaydigan bo'lib, u asli Ozarbayjonning avtonom rayoni. Sobiq Sovet ittifoqi parchalanib ketgandan keyin mustaqil bo'lgan. Armeniya bilan Ozarbayjon uzundan buyon Nakar rayonining o'rni to'g'risida ixtilof bo'lib kelgan. 1990-yillarning 5-idagi bir qatimliq chegara urushida 30 ming odam jinidan ayrilgan. 1994-yil urush to'xtatish kelishimi hosil qilingandan keyin ikki taraf pat-pat tutishib qoladi. Bu yil iyul oyida yuz bergan to'qinishda 16 odam qazo qilgan.